Xo'p, sizlar bilan keyingi video darsligimizni boshlaymiz endi. Bundan oldingi video darslikni bir qaytarib olishimiz kerakligini uchun, bundan oldingi video darsligida esingizda bo'lsa, sizlar bilan jismoniy shaxslarning daromadlari haqida gaplashgandik. Ya'ni jismoniy shaxslarning 4 xil turdagi daromadi mavjud ekanligini, ulardan birinchisi mehnat haqi tarzidagi daromadlar ekanligini, ikkinchisi mulkiy daromadlar, uchinchisi moddiy naf tarzidagi daromadlar, to'rtinchisi boshqa daromadlar ekanligini gaplashgandik. Va shularning ichida mehnat haqi tarzidagi daromadlarni o'tib bo'ldik. O'zi umuman mana shu jismoniy shaxslarning daromadlari, mana shu 4 xil daromadni kim hisoblab to'lab beradi degan savolga javob berishimiz kerak bo'ladi endigi darsimizning boshlanish qismida. Xo'p, bizda mehnat haqi tarzidagi daromadlar bor, mulkiy daromad bor, jismoniy shaxsning, moddiy naf tarzidagi daromad bor, boshqa daromad bor. Shuni kim hisoblab, kim to'lab beradi Davlat soliq qo'mitasiga? U Davlat soliq qo'mitasi qayerdan biladi bizda shunaqangi daromad olganmizmi, yo'qmi ekanligimizni va kim to'laydi o'sha narsani? O'zimiz borib to'laymizmi yoki boshqacha hollari bo'ladimi degan savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi bugungi darsimizda. Xo'p, qarang. Daromad solig'ini ushlab qolish, ya'ni mana hisoblab to'lab berish haqida gap ketyapti. Daromad solig'ini ushlab qolish bo'yicha asosiy ikkita katta qoida mavjud. Mana shu ikkita katta qoidani bilib olsangiz, bundan keyingi o'sha jismoniy shaxslar daromadlari haqida gap ketganda siz to'liq tushunchaga ega bo'la boshlaysiz. Xo'p, qarang, birinchisini boshlaymiz. Birinchi qoidasi: daromad to'lovchi ham, daromad oluvchi ham jismoniy shaxslar bo'lsa, daromad solig'i daromad oluvchi jismoniy shaxs tomonidan to'lanadi. Yana bir marta qaytadan o'qiyman, qarang. Daromad to'lovchi ham, daromad oluvchi ham jismoniy shaxslar bo'lsa, daromad solig'i daromad oluvchi jismoniy shaxs tomonidan to'lanadi. Mana buni sizlar buni tushunmagan bo'lishingiz mumkin. Bitta misol keltirib, buni sizlarga to'liq tushuntirib beraman. Qarang. Masalan, Anvar Dilshoddan ijaraga turar joy binosini 1 oyga 1 million so'm evaziga oldi. Qarang. Anvar Dilshoddan ijaraga turar joy binosini 1 oyga oldi. Ya'ni ijara oldi deyapti. Bilamizki, mana bu jismoniy shaxslarning daromadlari tarkibiga 4 xil daromad bor edi. Mehnat haqi tarzidagi daromad, mulkiy daromad, moddiy naf tarzidagi daromad va boshqa daromadlar. Shularning ichidan Anvar Dilshoddan ijara haqi tarzidagi daromad olyapti hozir. Ya'ni ijara haqi tarzidagi daromadlar bu bilamizki mulkiy daromadlar tarkibiga kiradi. Bu ham jismoniy shaxslarning daromad solig'iga tortiladi. Demak, Anvar Dilshoddan ijaraga turar joy binosini 1 oyga 1 million so'm evaziga oldi. Anvar jismoniy shaxs, Dilshod ham jismoniy shaxs. Anvar daromad to'lovchi, Dilshod bo'ladigan bo'lsa daromad oluvchi. Mana bu yerga birinchi qoidamizda nima deyildi? Daromad to'lovchi ham, daromad oluvchi ham, ya'ni daromad to'lovchi bu yerda Anvar, daromad oluvchi Dilshod ham jismoniy shaxslar bo'lsa, daromad solig'i daromad to'lovchi, ya'ni Dilshod, daromad oluvchi jismoniy shaxs tomonidan to'lanadi deyapti. Qarang. Agarda Anvar daromad to'lovchi, Dilshod daromad oluvchiga ijara shartnoma qilib turib, 1 million so'm haq evaziga shu ijara beradigan bo'lsa, Dilshod Anvarga. Anvar to'g'ridan-to'g'ri Dilshodning qo'liga 1 million so'm ijara haqqini shunday beradi. Dilshod uni o'zi bilgan holatda 1 million so'mdan 120 ming so'm, 12% daromad solig'i stavkasida bu yerda. 120 ming so'm daromad solig'ini davlatga o'zi to'lab beradi. Bu yerga Anvar aralashib o'tirmaydi. Anvar shunchaki ijarasi bo'yicha o'sha 1 million so'm ijara pulini beradi, bo'ldi. Qolgan hamma ishni shu Dilshodning o'zi qiladi, o'zi daromad solig'ini to'lab beradi. Bu yerga nima uchun buxgalterga qiziq emas deb yozib qo'yganman? Buxgalterga mana bu Anvar ikkita jismoniy shaxs, Dilshod, mana shu Anvar bilan Dilshodning o'rtasidagi munosabat, ya'ni ijara haqlari bu yerga qiziq emas. Buxgalter ma'lum bir korxonada buxgalteriya operatsiyalarini amalga oshiradi. Ikkita jismoniy shaxsning o'rtasidagi bo'ladigan munosabatlar buxgalteriyaga qiziq emas. Shunchaki siz bilib qo'yishingiz kerakki, ikkita jismoniy shaxs o'rtasida qanaqangidir munosabat bo'lsa, shu daromad bo'ladigan bo'lsa, jismoniy shaxslar o'rtasida daromad oluvchi jismoniy shaxs daromad solig'ini davlatga o'zi to'lab beradi. Endi ikkinchi misolga kelamiz. Ikkinchi misolimiz daromad to'lovchi yuridik shaxs bo'lib, daromad oluvchi jismoniy shaxs bo'lganda, daromad oluvchi jismoniy shaxsdan ushlab qolinib daromad to'lovchi tomonidan byudjetga to'lanadi. Yana bir qaytadan o'qiymiz. Daromad to'lovchi yuridik shaxs bo'lib, daromad oluvchi jismoniy shaxs bo'lganda, daromad solig'i daromad oluvchi jismoniy shaxsdan ushlab qolinib, daromad to'lovchi tomonidan byudjetga to'lanadi deyapti. Buni ham bitta misol bilan sizlarga tushuntirib beraman, qarang. Masalan, Shirin taomlar MCJ, ya'ni bu yuridik shaxs, yuridik korxona, Shirin taomlar MCJ mas'uliyat cheklangan jamiyati Dilshoddan noturar binosini 1 oy uchun 2 million so'mga ijaraga oldi.
Yuridik shaxs daromad to'lovchi bo'lyapti. Bu yerda jismoniy shaxs daromad oluvchi bo'lyapti. Bu yerda 2 million so'm evaziga Shirin taomlar MChJ Dilshoda noturar binosini ijaraga oldi. Endi bu yerda qoida bor. Daromad to'lovchi yuridik shaxs, ya'ni Shirin taomlar daromad to'lovchi Shirin taomlar bo'lib, daromad oluvchi Dilshodbek jismoniy shaxs bo'lganda, daromad solig'i daromad oluvchi jismoniy shaxsdan, ya'ni daromad solig'i o'sha 2 million so'mni daromad solig'i jismoniy shaxs Dilshodbekdan ushlab qolinib, daromad to'lovchi, ya'ni yuridik shaxs Shirin taomlar MChJ tomonidan byudjetga to'lanadi deyapti. Mana bu qanday bo'ladi? Yuridik shaxs daromad to'lovchi o'sha Shirin taomlar ijara haqqini Dilshodbekka hisoblaydi. Bu yerda hisoblayapti. Dilshodbekka hali to'lagani yo'q. Masalan, shartnoma qildidagi o'sha Dilshodbek bilan Shirin taomlar MChJ shartnoma qildidagi bir oy muddatda 2 million so'm berishga kelishib olishdi va Shirin taomlar MChJ o'sha buxgalteri hisobladi. Bir oy davomida bir oy ishlatdik va biz o'sha Dilshodbekka noturar joy binosini ijaraga olganligimiz uchun 2 million so'm berishimiz kerak deb hisobladi hali. Hali to'lavergani yo'q, hisobladi. Va shundan qonunda belgilab qo'yilganligi uchun 2 million so'mining ichidan Dilshodbekni daromad solig'i bo'lgan 240 ming so'mni olib qolib davlatga to'lab berish kerak. Mana 2 million so'm hisoblaydi Dilshodbek uchun, daromad oluvchi uchun hisoblayapti degan. Shu 2 million so'mning ichida 240 ming so'mini Shirin taomlar MChJ olib qolib davlatga to'lab beryapti mana. Ushlab qolingan daromad solig'i to'lab berilishi. Ikkinchi qoidamiz mana shu. Birinchi qoida qanday edi? Birinchi qoida ikkalasi ham jismoniy shaxs bo'ladigan bo'lsa, shunchaki o'sha 1 million so'm Anvar 1 million so'm ijara haqqini shunday berardi. Dilshodbek o'zi 120 ming so'mni davlatga to'lab berardi. Dilshodbekni ushlab qolish degan gap yo'q edi. Lekin ikkinchi qoidamizda agarda daromad to'lovchi yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsa, daromad oluvchi jismoniy shaxs bo'ladigan bo'lsa, unda yuridik shaxs majbur bo'ladi. Jismoniy shaxs daromad oluvchi jismoniy shaxsning daromadini ichida 12% daromad solig'ini ushlab qolgan holatda soliq agenti deyiladi bu. Soliq agenti sifatida davlatga o'sha daromad solig'ini to'lab berishga majbur bo'ladi. Agarda bu yerda o'sha ijara haqqini 2 million so'mni to'liq jismoniy shaxsni o'sha Dilshodbekning qo'liga berib yuboradigan bo'lsa, daromad solig'ini ushlamasdan, agarda shunday bo'ladigan bo'lsa, o'sha Shirin taomlar MChJ o'zini kissasidan, o'zini hisob raqamidan to'lab berishga majbur bo'lib qoladi daromad solig'ini. Chunki davlat Dilshodbekdan so'ramaydi, o'sha jismoniy shaxsdan so'ramaydiki, sen 2 million so'm o'sha ijara haqqini to'liq olib borgan ekansan, daromad solig'ini ushlab qolmasdan turib, Shirin taomlar ushlab qolmagan ekan. Shuning uchun 240 ming so'mni sen o'zing to'lab bergan deyilmaydi hech qachon. Unda davlat jismoniy shaxsdan so'rab o'tirmaydi. To'g'ridan-to'g'ri yuridik shaxsga murojaat qiladi. Sen qoida bo'yicha 2 million so'mda 240 ming so'mni ushlab qolib, davlatga to'lab berishing kerak edi daromad solig'ini. Lekin bunday qilmagan ekansan. Unda o'zingni kissangdan qilasan. Bizga uni qizig'i yo'q degan mazmundagi qoida bu. Demak, bundan keyin qaysidir daromad to'lovchi yuridik shaxs bo'lsa, daromad oluvchi jismoniy shaxs bo'lsa, har doim daromad solig'ini ushlab qolgan soliq agenti deyiladi bu. Soliq agenti sifatida ushlab qolib, davlatga to'lab berishga majbur. To'lab bermasa o'zini kissasidan to'lab beradi. Yoki-da marhamat o'sha 2 million so'm to'liq berib yuborgan bo'lsa, ikkalasi kelishsindagan, senga 2 million so'mni to'liq berib yuboribman. O'shanda 240 ming so'mni menga qaytarib bergin. Chunki men sana 240 ming so'm daromad solig'ini o'zimning kissamdan davlatga to'lab berdim deb turib, xohlasa olib qolsin. Lekin davlat hech qachon 2 million so'm san jismoniy shaxs Dilshodbekka to'liq to'lab berib yuboribdi. Sen o'zing borib davlatga o'sha 240 ming so'm daromad solig'ingni to'lab bergin deb aytilmaydi. Yuridik shaxsning bo'yniga sinadi, nima bo'lsa ham. Demak, ikkita qoidamiz bor, mana shu ikkita asosiy qoidamiz bor. Shu qoida asosiga shu qolgan masalalar qurilgan. Endi bilamizki, jismoniy shaxslarning 4 xil daromadi bor ekan. Mehnat haqqi tarzidagi daromadlar, mulkiy daromadlar, moddiy naf tarzidagi daromadlar va boshqa daromadlar. Biz siz bilan bundan oldingi adashmasam 5 ta dars o'tdikmi yo'qmi? Bundan oldingi darslarda mehnat haqqi tarzidagi daromadlarni o'tib bo'ldik. Endi ikkinchisi, mulkiy daromadlarni tarkibiga kirishimiz kerak bo'ladi. Mulkiy daromadlarga qanaqangi daromadlar kiradi deydigan bo'lsak, misollar keltirganman. Mulkiy daromadlarning tarkibiga mana dividend tarzidagi daromadlar, foizli daromadlar, mulkni sotish, o'sha ma'lum bir jismoniy shaxsning mulki bo'ladigan bo'lsa, o'sha jismoniy shaxsning mulkini sotishi uni mulkiy daromadlar. O'sha 4 ta daromadining ichida mulkiy daromadlarning safiga kiradi. Va shu bilan birga ijara haqqi tarzidagi daromadlar ham mulkiy daromadlarning tarkibiga kiradi. Endi biz siz bilan ijara haqqi tarzidagi daromadlarni hozirgi mavzuyimizda o'tamiz.
Nima uchun sizlar bilan aynan mulkiy daromadlarning ichidan dividend tarzidagi daromadlarni yoki foizli daromadlarni, mulkni sotish haqidagi daromadlarni o'tmasdan ijara haqqi tarzidagi daromadlarni o'tyapmiz? Nima uchun aynan shu mavzuga kelib taqalyapti deydigan bo'lsangiz, bizni respublikamiz hududida judayam ko'p mol-mulklar jismoniy shaxslarning qo'liga yig'ilgan. Aytaylik 90-95% juda ham katta qismi hali ham jismoniy shaxslarning mulki sifatida qaralyapti. Qarang, biron bir yuridik korxona ochilganda, ya'ni tashkil topganda, uning balansida hech qanaqangi mol-mulki bo'lmaydi. Hali nol bo'ladi uning balansi yangi ochilgan korxonada. Va u majbur bo'ladiki, biron bir joyni ijaraga olgan holatda o'sha o'zini faoliyatini, yuridik shaxs o'zini faoliyatini amalga oshirishini, o'sha o'zini biznesini yo'lga qo'yishiga majbur bo'ladi. Biron bir joyni ijaraga oladi. Bilamizki, shu respublikamiz hududida juda ko'p joylar jismoniy shaxslarga tegishli bo'lganligi uchun ham yuridik shaxs ko'pincha hollarda jismoniy shaxsdan ijaraga oladi. Jismoniy shaxsdan ijaraga olganligi uchun ham mana bu qoida ko'proq bizga yodimizda turishi kerak bo'ladi. Yuridik shaxs korxona yangi tashkil topdi, o'zini balansida hech qanaqangi mulki yo'q, majbur jismoniy shaxsdan ijaraga joy olishga. Ijaraga joy olgandan keyin, aytaylik hozirgi misolimizdek 2 million so'mga ijaraga joy olgandan keyin 2 million so'm to'lig'ini jismoniy shaxsga daromad oluvchiga berib yubormasdan, undan 240 ming so'm daromad solig'ini olib qolgan holatda davlatga to'lab berishga majbur. Shuning uchun ham mana bu qoida bizga kerak bo'ladi juda ham. Birinchi qoida ikkita jismoniy shaxs o'rtasida bo'ladigan munosabat buxgalterga qiziq emas, chunki bu yerda yuridik shaxs aralashmayapti. Lekin bilib qo'yishimiz kerak buni ham. Demak, biz hozirgi misolimizda ijara haqqi tarzidagi daromadlarni, ya'ni mulkiy daromadlarning tarkibida bo'lgan ijara haqqi tarzidagi daromadlarni o'tib beraman sizlarga. Xo'p, ijara haqqi tarzidagi daromadlarni ham o'ziga yarasha 3 ta yirik qoidasi bor. 3 ta katta qoidasi bor. Shuni o'tganimizdan keyin siz ijara haqqi tarzidagi daromadlarni bemalol tushuna boshlaysiz. Qarang. Endi ijara haqqi tarzidagi daromadlarni tushunishdan oldin o'zi ijara haqqi o'zi nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Demak, birinchi qoidamiz shu haqida bo'ladi. Qarang, mana bu yerda oynani ochib ketyapman. Siz faqat mana sichqonchaga qarashingiz kerak. Mana shu kursorga qarashingiz kerak. Qolgan joylarga e'tibor bermang. Qolgan joylarni ko'zingizdan chekkaroqqa, nazardan chekkaroqqa taylang. Siz asosiysi mana shu men ko'rsatadigan ma'lumotlarga qarashingiz kerak. Keyin ketma-ketlikda men sizga qolganini tushuntirib beraman. Birinchi qoidamiz, asosiy 3 ta qoida bor dedik-ku. O'shaning birinchisi, ijara bu ma'lum bir turdagi mol-mulkni ma'lum bir haq evaziga ma'lum muddatga foydalanishga berish yoki olishdir. Yana boshqatdan o'qiyman. Ijara bu ma'lum bir turdagi mol-mulkni ma'lum bir haq evaziga ma'lum muddatga foydalanishga berish yoki olishdir. Keling, endi buni bir misol bilan ko'rib chiqamiz. Mana menda bitta ijara shartnoma tuzilgan va shuni guvohnomasi bor. Mana O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi ko'chmas mulk ijara shartnomasida hisobga qo'yilganligi to'g'risidagi guvohnoma. Shu mana bu yerga mana ijaraga oluvchi to'g'risidagi ma'lumotga yuridik shaxs Daspek degan bitta korxonamiz bor. O'sha Daspek ijaraga olgan bir joyni, demak, bitta yuridik korxona tashkil topdi, yangi tashkil topdi va uni balansiga hech qanaqangi mol-mulki yo'q. U majbur bo'ladiki, bitta jismoniy shaxsdan keyin o'sha ijaraga joy olishga. Demak, hozirgi misolimizda ham xuddi shunday bo'lyapti. Ijaraga oluvchi yuridik shaxs Daspek, ijaraga beruvchi, ya'ni daromad oluvchi jismoniy shaxs Hasanov Akramjon Zubaydulla o'g'li. Demak, ikkalasi ijara shartnomasi tuzilgan va ijara shartnomasining soliq qo'mitasidan rasman ro'yxatga o'tganligini tasdiqlovchi guvohnoma bo'ladi mana shu. Qarang. Ikkalasi guvohnoma tuzgan, ya'ni ijara shartnomasi tuzgan. Daspek va Hasanov Akramjon o'rtasida noturar joy, ko'chmas mulkning turi, noturar joy. Ko'chmas mulkning turi noturar joy. Xo'p, ko'chmas mulkning obyektidan berilgan maydon, ya'ni ijaraga berilgan maydon 18 kvadrat metr ekan. Demak, qarang, ko'chmas mulk obyektining umumiy maydoni, kadastr bo'yicha umumiy maydoni 20.2 kvadrat metr bo'ladigan bo'lsa, shundan 18 kvadrat metrini Hasanov Akramjon Daspek MCJ, ya'ni yuridik korxonaga ijaraga bergan ekan. Ijaraga berilgan muddati 01/12/2025 dan, demak, oktyabr, 1-oktyabrgacha ijaraga muddatga bergan ekan. Bir oylik ijara haqqi to'lovi sifatida 270 ming so'm ko'rsatilgan ekan. Endi qoidamizga bir nazar solamiz, qarang. Ijara bu ma'lum bir turdagi mol-mulkni, ya'ni noturar mulk, o'zi bilsangiz, mulklar o'zi ikkiga bo'linadi. Turar mulklarga yoki noturarda bo'linadi. Turar joylar bu, aytaylik, mana bu domlar, shu odam yashaydigan joylar, turar joylar, hovlilar, mana shunaqangilar bu turar joylar deyiladi. Noturar joy bo'ladigan bo'lsa, bu mana bu kafelar, restoranlar, magazinlar, qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, odam yashamaydigan joylar noturar joylar, zavodlar,
masalan restoranlar, mana shular noturar joylar hisoblanadi. Demak, bu hozir mulkning turi noturar mulkni, mana ma'lum bir turdagi mol mulkni, demak noturar mulkni ma'lum bir haq evaziga, qancha bu yerda? Bir oylik ijara haqqi 270 ming so'm. Ma'lum bir haq evaziga, ma'lum bir muddatga. Mana bu yerga mana ijara berilgan muddati yozib qo'yilgan. Demak, 1-oktyabrgacha ma'lum bir muddatga foydalanishga berish yoki olishdir. Berish bo'ladigan bo'lsa, Hasanov Akramjon ijaraga beryapti, olish bo'ladigan bo'lsa, Dasbek MCJ ijaraga olyapti. Demak, mana shu birinchi qoidamizga, mana shu misolimiz asos bo'ladi. Demak, hammasi joyida. Endi ikkinchi qoidamizga nazar tashlaymiz. Ikkinchi qoidamiz. Ijara haqqi jismoniy shaxs uchun mulkiy daromad hisoblanadi. Bilamizki, mana bu yerga jismoniy shaxsning daromadlari turlariga mulkiy daromad edi. Mulkiy daromadlarning tarkibiga ijara haqqi tarzidagi daromadlar ham kiradi. Buni bilib oldik. Ijara haqqi jismoniy shaxs uchun mulkiy daromad hisoblanadi va 12% daromad solig'iga tortiladi. Demak, mulkiy daromad hisoblanganligi uchun ham shu daromad hisoblanganligi uchun 12% daromad solig'iga tortiladi. Qovusning ichida ijtimoiy soliqqa tortilmaydi deb yozib qo'yganman. Qarang, bundan oldingi video darslarda sizlarga qanaqangi daromadlar, o'sha jismoniy shaxs 4 xil daromad bo'ladigan bo'lsa, mehnat haqqi tarzidagi daromad, mulkiy daromadi, moddiy naf tarzidagi daromad va boshqa daromad. Mana shu 4 xil daromad, mana mehnat haqqi tarzidagi daromad, mulkiy daromad, moddiy naf tarzidagi daromad va boshqa daromad. Mana shu daromadlarning qaysilari ijtimoiy soliqqa tortiladi, qaysilari daromad solig'iga tortilishini aytib o'tganman. Mana shu 4 ta daromadning ichidan faqat va faqat mehnat haqqi tarzidagi daromadlargina ijtimoiy soliqqa tortiladi. Qolgan mulkiy daromadlar, moddiy naf tarzidagi daromadlar va boshqa daromadlar mulkiy daromadlar, moddiy naf tarzidagi daromadlar va boshqa daromadlar faqat va faqat daromad solig'iga tortiladi, ijtimoiy soliqqa tortilmaydi. Faqat mehnat haqqi tarzidagi daromadlar ham ijtimoiy soliqqa tortiladi, ham daromad solig'iga tortiladi. Faqat daromad solig'ining ichidan jamg'arib boridagi pensiya jamg'armasiga 0.1% ga tortiladi. Buni bundan oldingi video darsliklarda to'liq tushuntirib o'tganman sizlarga. Mulkiy daromadlar bo'ladigan bo'lsa, faqat va faqat daromad solig'iga tortiladi 12% ga. Endi ikkinchi qoidamizni bilib oldik. Endi ikkinchi qoida bo'yicha mana birinchi qoidani misol qilgan holatda tushuntirib beraman, qarang. Birinchi qoidada nima bor edi? Dasbek MCJ yuridik korxona Hasanov Akramjon jismoniy shaxsdan, ya'ni daromad oluvchidan 18 kvadrat metr joyni bir oylik to'lov 270 ming so'm evaziga ijaraga oldi. Endi buni misol qilib ko'rsatamiz. Qoidasi qanday edi? Daromad to'lovchi yuridik shaxs bo'lib, daromad oluvchi jismoniy shaxs bo'lganda daromad solig'i daromad oluvchi jismoniy shaxsdan ushlab qolinib, daromad to'lovchi tomonidan byudjetga to'lanadi degandik. O boshdagi birinchi qoidamiz. Mana bu qoida. Daromad to'lovchi yuridik shaxs bo'lib, daromad oluvchi jismoniy shaxs bo'lsa, o'sha daromadini hisoblayotgan vaqtida daromad solig'ini ushlab qolib, davlatga to'lab berish kerak edi. Buni endi mana shu misol bilan ko'rib chiqamiz mana. Qarang. Bu yerdagi misolimizda Dasbek MCJ daromad to'lovchi, ya'ni ijaraga oluvchi, Hasanov Akramjon daromad oluvchi, ya'ni jismoniy shaxs bo'lib, ijaraga beruvchi, o'sha bir oylik 270 ming so'm ijara haqqini o'sha Dasbek MCJ hisoblayapti buxgalterda, 270 ming so'm hisoblaydidagi. O'shandan qarang, 270 ming so'mdan 0.12 ga ko'paytirib 32400 so'mini, 270 mingdan 32400 so'mini ayiradigan bo'lsak, 237.600 so'mini Hasanov Akramjonning qo'liga beryapti-dagi, qolgan 32.400 so'mini ushlab qolib, Dasbek MCJ davlatga to'lab beryapti daromad solig'ini. Mana shunaqangi tarzda bo'ladi. Xo'p, qoidalari mana shu, asosiy qoidalar mana shu. Siz mana shu qoidalarni bilib turib bo'ldi, daromad solig'ini tushunib oldim, ijara haqqi hisobini, ijara haqqi tarzidagi daromadlarni ham tushunib oldim deb o'ylashingiz mumkin. Asosiy qoidalar mana shu. Juda ham qiyin emas. Lekin qarang, bitta misolcha tuzib turib sizlarga bir fishkasini ko'rsataman. Qarang. Bitta rejacha tuzamiz hozir sizlar bilan. Dasbek MCJ va Hasanov Akramjon kelishgan holda Samarqand shahridan 1 metr kvadrat noturar joyini qonuniy shartnomada bankomat uchun 1000 so'm bir oylik ijara haqqi ko'rsatgan holda davlat ro'yxatidan o'tkazishdi. Ammo asl ijara summasini Dasbek MCJ Hasanov Akramjonga
1 million so'm berishga kelishib olishdi. Короче, bu qanday bo'ldi? Dasbek MChJ o'sha yuridik korxona, Hasanov Akramjon jismoniy shaxs ikkalasi kelishib oldi degan. Dasbek MChJ aytdiki, "Men seni qo'lingga 1 million so'm beraman, lekin ijara shartnomamizda shuni 1000 so'm qilib ko'rsaylik, 1 kvadrat noturar joyni o'sha bankomat uchun beriladigan 1 kvadrat noturar joyni 1000 so'm qilib ko'rsaylik shartnomamizda. Ikkalamiz ham rozimiz deb turib, o'sha 1000 so'm qilib ko'rsaylik. Lekin men senga o'zimni o'sha kassamdagi 1 million so'm pulni beraman men senga. Noqonuniy pulim bor, shundan 1 million so'm beraman senga. Lekin shartnomada 1000 so'm ko'rsaylik, shtobi ijara shartnomasidagi daromad solig'i kamroq chiqsin degan maqsadda qilishdi." Xo'p, ikkalasi ham rozi bo'ldi. Shartnoma tuzishdi 1000 so'mga, 1 kvadrat metr joyini 1000 so'mga ijara shartnomasi tuzishdi. Ro'yxatdan o'tkazishdi mana bunaqangi guvohnoma shakllantirib. Mana bunaqangi guvohnoma shakllantirishdi degan. Ijara 1 oylik ijara haqqi to'lovi degan joyga 1000 so'm yozib qo'yishdi. Hammasi joyida, qonuniy kuchga ega. Agar soliq tekshiruv kelgan taqdirda ham ijaraga beruvchidan so'raydi, "Asal rostdan o'sha 1000 so'mga rozimisan?" "Ha, roziman." Ijaraga oluvchidan so'raydi, "Rostdan o'sha 1000 so'mga shartnoma tuzildimi?" "Ha, tuzildi, qonuniy kuchga ega." Muammosi yo'q. Qoidasini endi bitta eslab olamiz. Qarang. Daromad to'lovchi yuridik shaxs bo'lib, daromad oluvchi jismoniy shaxs bo'lganda, daromad solig'i daromad oluvchi jismoniy shaxsdan ushlab qolinib, daromad to'lovchi tomonidan byudjetga to'lanadi. Bu qanday bo'ladi? Hozirgi misolimizni ko'ramiz endi qarang. Dasbek MChJ daromad to'lovchi, ya'ni ijaraga oluvchi. Hasanov Akramjon daromad oluvchi, ya'ni ijaraga beruvchi. Ijara haqqi 1000 so'm hisobladi Dasbek MChJ va shundan 120 so'mi 12% bo'ladi-da. Shundan 120 so'mini davlatga to'lab beryapti mana. Ushlab qolingan 120 so'm davlatga to'lab beryapti. Qolgan 880 so'mini Hasanov Akramjonga beryapti. Hammasi joyida, hammasi qonuniy. Shartnoma bo'yicha 1000 so'm hisoblashgan. Aslida qo'liga 1 million so'm beraman degan bo'lsa ham shartnomada lekin 1000 so'm ko'rsatishgan. O'sha bular soliqdan qochish maqsadida o'sha 1000 so'm ko'rsatishgandan keyin shunda 120 so'mini davlatga to'lab berishmoqchi. Endi bu tushunarli bo'ldi. Endi ikkinchi misolimiz. Qarang. Dasbek MChJ va Hasanov Akramjon kelishgan holda Hasanov Akramjon nomidagi yengil avtomobilni ijara haqqi 100 ming so'm belgilab, demak, 1 oy muddatga ijara shartnoma tuzishdi. Keling dedi, o'sha Dasbek MChJ aytdiki, Hasanov Akramjonning nomiga bitta yengil avtomobili bor ekan. O'sha yengil avtomobilingni ijara shartnomasiga, o'sha guvohnomasiga, ijara shartnomasiga 100 ming so'm ko'rsataylik. 100 ming so'mga ijara shartnoma ko'rsataylik. Keyin men o'zimiz hisoblashib olaveramiz. Shartnomaga o'sha daromad solig'i kamroq chiqish uchun 100 ming so'm ko'rsataylik. O'sha 100 ming so'm ko'rsatgan holatda o'sha 100 ming so'mdan daromad solig'ini hisoblaylik deb aytishdi. Demak, bu misol qanday bo'ladi qarang. Dasbek MChJ daromad to'lovchi, ya'ni ijaraga oluvchi, Hasanov Akramjon daromad oluvchi, ya'ni ijaraga beruvchi, ijara haqqi hisoblayapti Dasbek MChJ 100 ming so'm. O'sha 100 ming so'mdan 12 ming so'm daromad solig'ini soliq agenti sifatida ushlab qolib, 12 ming so'm davlatga to'lab beryapti. Qolgan 88 ming so'mni Hasanov Akramjonning qo'liga beryapti. Qonuniy mana shunda shartnoma tuzildi. Soliq tekshiruvga kelganda ham ijara shartnomani ko'radi, 100 ming so'm yozilgan. Ijaraga beruvchi rozimi? Ha, rozi. Ijaraga oluvchi rozimi? Ha, rozi. Hammasi qonuniy kuchga ega. 12 ming so'm daromad solig'ini ushlab qoldimi? Ushlab qoldi. 88 ming so'mni qo'liga berib, 12 ming so'm daromad solig'ini byudjetga to'lab berdi. Muammosi yo'q, hech qanaqangi qonun buzilish bo'lgani yo'q deb o'ylashingiz mumkin. Shunaqangi soliqdan qochish imkoniyatlari bormi? Mana shunaqa misollar tutsa bo'ladimi hayotda ham desangiz adashasiz. Chuchvarani xon sanasiz bunaqangi holatda. Hozir biz siz bilan birinchi misol o'sha ijara nima ekanligini, ikkinchi misol o'sha ijara haqqidan daromad solig'i hisoblanishini o'tdik. Lekin uchinchi asosiy qoidamizni hali o'tganimiz yo'q. Endi uchinchi qoidani sizlarga tushuntiraman, qarang. Uchinchi qoida. Yaxshilab o'qishimiz kerak bu narsani. Respublikamizda turar va noturar joylar hamda avtomobil transporti uchun ijara haqqini eng kam miqdorlari belgilangan. Yana bir boshdan o'qiyman. Respublikamizda turar va noturar joylar hamda avtomobil transporti uchun ijara haqqini eng kam miqdorlari belgilangan. Bu nima degani? Agar yuridik va jismoniy shaxslar o'rtasidagi ijara shartnomasi davlat tomonidan belgilab qo'yilgan me'yorlardan kam hisoblab ko'rsatiladigan bo'lsa, unda soliq hisoblash uchun davlat tomonidan belgilab qo'yilgan eng kam me'yor inobatga olinadi va bu faqat noturar, turar va avtomobil transportlari uchun amal qiladi, deyapti. Endi buni sizlarga mag'zini chaqib beraman. Nima deyapti o'zi bu yerda degan savolga. San soliq qo'mitasi shunaqangi qonun chiqarganki, 3-qoidada shundayki, mana respublikamizda turar, noturar joylar hamda avtomobil transporti uchun ijara haqqining eng kam miqdorlari belgilab qo'yilgan. Bu mazmuni qanday? Qarang.
Davlat qo'mitasi, Davlat soliq qo'mitasi shunday deydiki, sen mana bu 1 kvadrat metr uchun ijara haqqini 1000 so'm ko'rsatdik-ku, Samarqand shahridagi 1 kvadrat metr noturar joy uchun ijara haqqini 1000 so'm ko'rsatdik. Xohishing, sen 1 kvadrat metr uchun ijara haqqini xohlasang 1000 so'm ko'rsatgin, xohlasang 10 ming so'm ko'rsatgin, xohlasang 100 ming so'm ko'rsatgin, xohlasang 1 tiyin ko'rsatgin, xohlasang tekin ko'rsatgin. Ikkalaringning o'rtangdagi shartnoma qonuniy kuchga ega, biz unga hech narsa demaymiz. Lekin sen o'sha 1000 so'mdan 120 ming so'm, 1000 so'mdan 120 ming so'mni to'ladim davlatga deb qutulolmaysan. Bu o'tmaydi, bu shu sirligiga ketmaydi. Davlat tomonidan har yilni boshida bir noturar, qarang. Davlat har yilni boshida turar, noturar ham avtomobil hamda avtomobil transportlari uchun eng kam ijara haqqilarini belgilab qo'ygan. Demak, aytaylik Samarqand shahri uchun davlat yil boshida 1 kvadrat metr noturar joy uchun aytaylik 30 ming so'mdan kam hisoblash mumkin emas. Eng kam 30 ming so'm ijara stavkasini belgilab qo'ygan. Siz bu yerga ijara shartnomangizda 1000 so'm ko'rsatingiz. Davlat bunga indamaydi. Qonuniy kuchga ega shartnoma 1000 so'm, ikkala tomon ham rozi o'sha 1000 so'mga ijara shartnomasi bo'yicha. Lekin solig'ini o'sha 1000 so'mdan 120 so'm to'la olmaysiz. Mana bu qoida amal qiladi shunda, mana. Bu nima degani? Agar yuridik va jismoniy shaxslar o'rtasidagi ijara shartnomasi davlat tomonidan belgilab qo'yilgan me'yorlardan kam hisoblab ko'rsatiladigan bo'lsa, unda soliq hisoblash uchun davlat tomonidan belgilab qo'yilgan eng kam me'yor inobatga olinadi va bu faqat noturar, turar avtomobil transportlari uchun amal qiladi. Agarda sen Samarqand shahri uchun 1 kvadrat metr joyni ijara shartnomangda 1000 so'm ko'rsatgan bo'lsang, mayli, bunga rozimiz, hech qanaqangi to'siqimiz yo'q. Lekin sen 1000 so'mdan 120 so'm daromad soliq to'lamaysan. Sen biza yilni boshida belgilab qo'ygan 30 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, o'sha Samarqand shahri uchun 1 kvadrat metr uchun eng kam stavka 30 ming so'm belgilab qo'yganmiz. 30 ming so'mda 12% daromad solig'ini to'lab berasan. Mana 30 ming so'mni ko'paytiramiz 0.12 ga. 3600 so'm daromad solig'ini to'lab berasan. Xohlasang ijara shartnomangda 1000 so'm ko'rsatgin, xohlasang tekin ko'rsatgin, bizga umuman qizig'i yo'q. Biza yilning boshida o'sha Davlat soliq qo'mitasi tomonidan 1 kvadrat noturar joy uchun Samarqand shahri uchun 30 ming so'm belgilab qo'yganmiz ham, 30 ming so'mdan daromad solig'ini to'lab bergan, qolganiga tekin ko'rsatasanmi, 1000 so'm ko'rsatasanmi, 2000 so'm ko'rsatasanmi, bizga uni qizig'i yo'q. Qolganini o'sha Hasanov Akramjon bilan o'sha Dasbek MChini o'sha ijara shartnoma tuzgan odamlarning o'zi kelishib olaversin. Bizga o'sha eng minimal stavka bo'yicha daromad solig'ini to'lab beringlar, qolganida muammosi yo'q deb aytadi. 3-qoida mana shu. Mana shu 3-qoida bizani boyagi shu sirlilik qilmoqchi bo'lganimizni puchga chiqaradi. Ya'ni 3-qoida mana shu odamlar daromad solig'idan qochmasligini ta'minlaydigan qoida hisoblanadi. Endi men sizlarga bir nechta misol bilan o'sha stavkalarni ko'rsatib beraman, qarang. Mana bu yerda bazaviy stavka degan tushunchamiz bor. Mana 2026-yil uchun mol mulkni ijaraga beruvchi jismoniy va yuridik shaxslar. Qarang. Siz hozir bir narsani o'ylab qolmangda, faqatgina jismoniy shaxsdan yuridik shaxs ijaraga oladigan bo'lsagina mana shu qoidalar amal qiladi. Eng kam stavkalar faqat shunda amal qiladi deb o'ylab qolmang. Yuridik shaxsdan yuridik shaxs ijaraga olsa ham, jismoniy shaxsdan jismoniy shaxs ijaraga olsa ham eng kam stavkalar amal qilaveradi. Mana bu yerga yozib qo'yganman. 2026-yil uchun mol mulkni ijaraga beruvchi jismoniy va yuridik shaxslar uchun belgilangan ijara to'lovining eng kam stavkalari deb turib, mana turar joy, noturar joy va avtomobillar. Aytaylik, qarang. Hozirgi misolimizda biz 1 metr kvadrat noturar joy, Samarqand shahridagi 1 kvadrat metr noturar joyini 1000 so'mga ijaraga oldik. Lekin davlatning 3-qoidaga asosan bunga yo'l qo'ymaydi, o'sha 1000 so'mga 1000 so'mdan 120 so'm daromad soliq hisoblashga yo'l qo'ymaydi. Lekin mana shu noturar joy bo'lmasdan turib, Hasanov Akramjonni masalan aytaylik, bitta selofan ishlab chiqaradigan stanogi bor. Selofan ishlab chiqaradigan stanok mana 3-qoidaga mustasno, qarang. 3-qoida nima deyapti? Turar joy, noturar joy hamda avtomobil transporti uchun eng kam minimal stavkalar belgilangan deyapti. Boyaga selofan ishlab chiqaradigan stanok na avtomobilga kiradi, na turar joyga kiradi, na noturar joyga kiradi. Agarda Dasbek MChji bilan, misol uchun Dasbek MChji bilan Hasanov Akramjon bitta selofan ishlab chiqaradigan stanogini ijaraga olishni shartnomasini tuzadigan bo'lsa, xohlasa 1 so'mga qo'ysin, xohlasa 100 so'mga qo'ysin, xohlasa 1 million so'mga qo'ysin. Bu uni xohishi. Hech qanaqangi unga cheklov yo'q. Lekin turar joy bo'ladigan bo'lsa, noturar joy bo'ladigan bo'lsa, avtomobil transporti bo'ladigan bo'lsa, u 1000 so'mga yoki 1 so'mga tuzib qo'ya olmaydi. Davlat tomonidan belgilab qo'yilgan eng kam stavkalar bor. O'sha asosda daromad solig'ini to'lashga majbur bo'ladi.
Mana bu yerga mana shu stavkalarni grafiki tuzib qo'yilgan mana. Turar joy uchun 1 metr kvadrat uchun mana Toshkent shahri uchun qarang. 30 ming so'mdan kam stavka qo'yish mumkin emas. Ya'ni eng kam stavkasi 30 ming so'm. Noturar joy uchun Toshkent shahri uchun 1 kvadrat metr uchun 48 ming so'm eng kam stavkasi. Mana shundan kam qiladigan bo'lsangiz, eng kam stavka mana shu deb belgilanadi. Boyagi qoida amal qiladi, qarang. Yuridik va jismoniy shaxslar o'rtasidagi ijara shartnomasi davlat tomonidan belgilab qo'yilgan me'yordan kam hisoblab ko'rsatiladigan bo'lsa, aytaylik masalan, Toshkent shahriga siz noturar joyini 1 kvadrat metr noturar joyini aytaylik 30 ming so'mga olyapsiz. 30 ming so'm ijara shartnomasida ko'rsatyapsiz 1 kvadrat metr uchun noturar joyni. Mana ijara shartnomasi davlat tomonidan belgilab qo'yilgan me'yordan kam hisoblangan ko'rsatilgan bo'lsa, demak 1 kvadrat metr noturar joy Toshkent shahri uchun 2026-yil eng kam stavkasi bo'yicha 48 ming so'm. Lekin siz 30 ming so'm ko'rsatgansiz. O'sha eng kami ko'rsatiladigan bo'lsa, unda soliq hisoblash uchun davlat tomonidan belgilab qo'yilgan eng kam me'yor inobatga olinadi, deyapti. Boyaga sen hisoblab qo'ygan 30 ming so'mingni inobatga olmaymizdan eng kam me'yor bo'lgan boyaga 48 ming so'mni inobatga olamiz, deyapti. Mana oylik ijara to'lov stavkalari eng kam miqdorlari so'mda, deyapti. Demak, turar joy uchun Toshkent shahri uchun 30 ming so'm, noturar uchun Toshkent shahri uchun 48 ming so'm. Ikkinchi bo'limga o'tadigan bo'lsak, qarang. Nukus shahri, o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasining markaziy shahri bo'lgan Nukus shahri va viloyat markazlari bo'lgan shaharlar. Viloyat markazlari bo'lgan shaharlar qaysilar deydigan bo'lsak, masalan, Samarqand viloyatining markazi Samarqand shahri, Buxoro viloyatining markazi Buxoro shahri, Andijon viloyatining markazi Andijon shahri, Navoiy viloyatining markazi Namangan shahri, Navoiy viloyatining markazi Navoiy shahri. Demak, hozirgi misolimizda aytaylik Samarqand shahri, mana Nukus shahri va viloyat markazlari bo'lgan shaharlar. Aytaylik Samarqand shahri uchun turar joy binosini 14,5 ming so'm eng kam stavkasi. Noturar joy bo'ladigan bo'lsa 28,400 so'm eng kam stavkasi. Mana shunday kam qiladigan bo'lsangiz, eng kam stavka mana shu deb e'tiborga olinadi. Boshqa aholi punktlari nima deydigan bo'lsangiz, boshqa aholi punktlari masalan Samarqand viloyatining markazi Samarqand shahri bo'ladigan bo'lsa, uning boshqa tumanlari bu boshqa aholi punktlari deyiladi. Masalan, Samarqand viloyatida faqat Samarqand shahri bor emas-ku. Jomboy tumani bor, Kattaqo'rg'on tumani bor, Oqdaryo tumani bor, Payariq tumani bor. Mana shunaqangi boshqa aholi punktlari uchun 1 kvadrat metr uchun turar joy uchun eng kam stavkasi, ijara haqqini eng kam stavkasi 5900 so'm. Noturar joy uchun eng kam stavkasi 11800 so'm. Mana shundan kam qilmagan. Agar kam qiladiganing bo'ladigan bo'lsang, biz mana bundan daromad solig'ini hisoblaymiz degan holatda mana shu bizdagi qonun amalga kirgan. Avtomobil transportiga keladigan bo'lsak, avtomobil transportini o'zini ham ikkiga bo'lishgan. Yengil avtomobil transporti va og'ir avtomobil transportiga. Yengil avtomobillar, qarang qaysilar? Yo'lovchilar bagaj tashishga mo'ljallangan hamda haydovchi o'rnini hisoblamaganda o'rindiqlar soni 8 tadan ko'p bo'lmagan avtotransport vositalari yengil avtomobillar deyilyapti. Demak, bir dona yengil avtomobilni respublikamiz hududida 918 ming so'mdan kam ijara haqida hisoblash kerak emas. Agarda 918 ming so'mdan kam hisoblaydigan bo'lsak, 918 ming so'mdan ijara daromad solig'ini to'lab beramiz degan. Xuddi boyaga misolimizdek, qarang mana. Dastlab MChJ va Hasanov Akramjon kelishgan holda Hasanov Akramjon nomidagi yengil avtomobilni ijara haqqi 100 ming so'm belgilab, 1 oy muddatda ijara shartnoma tuzildi. Muammosi yo'q, ijara shartnoma qonuniy kuchga ega, ikkala tomon ham rozi 100 ming so'mga. Lekin aytayaptiki davlat, sen ijara haqqini 100 ming so'm hisoblaganing bilan 100 ming so'mdan 12 ming so'm ijara haqqini daromad solig'ini to'lab turib qutula olmaysan. Bizda 3-qoidamizga asosan mana bu yerda aytilganki, eng kam stavkasi 918 ming so'm ko'rsatilgan. Demak, 100 ming so'm ijara shartnomasini tuzganing bilan baribir 918 ming so'mdan daromad solig'ini to'lab berasan deyilyapti. 918 mingdan 12% bo'ladigan bo'lsa, 110 ming 160 so'm. Sen xohlasang 100 ming so'mga tuzgan ijara shartnomangni, o'sha yengil avtomobil ijara shartnomangni Hasanov Akramjon va Dasbek o'rtasidagi ijara shartnoma xohlasang 100 ming so'mga tuzgan, xohlasang 1000 so'mga tuzgan, xohlasang 10 ming so'mga tuzgan. Lekin eng kam stavkadan kam bo'lganligi uchun, o'sha 918 mingdan kam bo'lganligi uchun bir dona avtomobil uchun sen 918 ming so'mdan baribir daromad solig'i, o'sha 110 ming 160 so'mni baribir to'lab berasan. Sen 12 ming so'm daromad solig'i to'layman,
va daromad solig'idan qochib qolaman deb o'ylamagan. 3-qoida amal qilyapti bu yerga deb aytilgan. Xo'p, masalan, noturar joy Samarqand shahri uchun 28400 so'm bo'ladigan bo'lsa, bundan oldingi misolimizda nima bo'ldi? Dasbek MChJ va Hasanov Akramjon kelishgan holda Samarqand shahridagi 1 kvadrat metr noturar joyni qonuniy shartnomaga bankomat uchun 1000 so'm bir oylik ijara haqqi ko'rsatgan holda davlat ro'yxatidan o'tkazishdi. Xo'p, bunga rozi bo'ladi Davlat soliq qo'mitasi. Xohlasang 1000 so'm qilgan, xohlasang 10 ming so'm qilgan. Lekin biz belgilab qo'ygan boyagi 28400 so'mdan to'lab berasan baribir daromad solig'ini deb aytayapti. Xo'p, agarda o'sha Hasanov Akramjon bilan Dasbek MChJ o'rtasida 1 kvadrat metr joy uchun agar 100 ming so'm hisoblaganda edi, 100 ming so'mdan 12 ming so'm soliq to'lab berardi. Nima uchun? Chunki eng kam stavkadan 100 ming so'm yuqorida. Eng kam stavka 28400 so'm bo'ladigan bo'lsa, bular ijara shartnomani 1 kvadrat metr uchun 100 ming so'm tutadigan bo'lsa, 100 ming so'm 28400 so'mdan yuqori bo'lganligi uchun 100 ming so'mdan 12 ming so'm daromad solig'i to'laydi. Agarda ijara shartnomani 1 kvadrat metr uchun 100 ming so'm emas, aytaylik 20 ming so'mga tuzdi. 20 ming so'm 28 ming so'mdan kamroq. Bunaqangi holatda bu daromad solig'idan qochib qolish bo'lmasligi uchun 28 ming so'm 400 so'mdan daromad solig'i to'lab beradi. Ijara shartnomada 20 ming so'm ko'rsatilgan bo'lsa ham. Xo'p, keyingisi qarang. Mikroavtobuslar, avtobuslar va yuk avtomobillari bir donasi uchun respublikamiz hududida xoh jismoniy shaxs bilan yuridik shaxs o'rtasida ijara shartnoma bo'lsin, xoh yuridik shaxs bilan yuridik shaxs o'rtasida ijara shartnomasi bo'lsa, umumiy olganda ijara shartnoma tuzish degan gap keldimi? Bitta avtomobil transporti o'sha mikroavtobus, avtobus yoki yuk avtomobili uchun 1 824 ming so'mdan eng kam stavkasi. Mana shundan kamiga hisoblamagan. Agar hisoblaydigan bo'lsak, bizga umuman farqi yo'q. Baribir 1 824 ming so'mdan daromad solig'ini to'lab berasan degan mana shunaqangi bazaviy stavkalar keltirib qo'yilgan. Xo'p, menimcha qoidalarni tushuntirib oldim. O'sha birinchi qoidasi ijara nima ekanligi bo'ldi. Ikkinchi qoidasi o'sha ijara haqqidan daromad solig'i ushlab qolinishi haqida bo'ldi. Va uchinchi qoidamiz mana bunaqangi odamlar shu sirli qilib turib daromad solig'idan qochmasligi uchun eng kam stavkalar. Eng kam stavkalar ham hamma narsa uchun emas, faqat turar joy, noturar joy va avtomobil transportlari uchun. Mana boyaga misol keltirdim-ku, masalan, Dasbek MChJ bilan Hasanov Akramjon o'rtasida aytaylik, boyaga selofan ishlab chiqaradigan stanokni ijaraga oladigan bo'lsa, uning eng kam stavkasi belgilab qo'yilmagan. Qarang, mana bu grafikda stanoklar uchun degan bo'limi yo'q, faqat turar joy uchun, noturar joy uchun va yengil avtomobil va og'ir avtomobillar uchun degan joyi bor. Stanoklar uchun degan eng minimal stavkasi yo'q. Stanogingni xohlasang o'sha selofan ishlab chiqaradigan stanogingni xohlasang 1000 so'mga tuzgin, xohlasang 100 ming so'mga tuzgin, bizga farqi yo'q narsani. Bizga turar joy, noturar joy va avtomobil transportlari uchun eng kam stavkalari bor. Mana shu stavkalardan kam hisoblaydigan bo'lsak, eng kam stavkada daromad solig'ini to'lab berasan degan qonunimiz kuchga kirgan. Bu bazaviy stavka deyiladi. Demak, men sizlarga menimcha qonunni, qoidani tushuntira oldim. Hammasi joyida. Agar tushunmaydigan bo'lsangiz, videoni bir qaytarib orqadan ko'rishingiz mumkin, bir nechta holatlarini. Xo'p. Endi bitta lekin degan tomoni bor. Mana bu bazaviy stavkalarni bildik, bo'ldi, mana shunga qarab turib ijara tuzamiz deganingizda o'zi bilan ish bitmaydi. Chunki bizga bilsangiz agar biz har yili saylaydigan deputatlarimiz bor-da, deputatlarimizni o'ziga yarasha ishlari bor. Men ularni ham ijara shartnomasiga qanaqangi ta'sir ko'rsatishini tushuntirib beraman sizlarga. Qarang. Bizda har yili saylaydigan deputatlarimiz bor. Tumanlar kesimida, o'sha viloyatlar kesimida, respublika kesimida deputatlarni saylaymiz. Mana shu deputatlarimizga qonun tomonlama bitta ustuvorlik berilgan, ya'ni ularga bitta dostуп berilgan. Ular mana shu bazaviy stavkalarni, eng kam ijara haqqi stavkalarini o'zgartirish huquqi bor. 0.75 koeffitsiyentdan kamaytiruvchi 0.75 koeffitsiyentdan adashmasam 2 koeffitsiyentgacha, oshiruvchi 2 koeffitsiyentgacha mana shu ijara haqqining eng kam stavkalarini o'zgartirish huquqi bor bizning deputatlarimizda. Bu nimaga kerakligini ham hozir tushuntiraman. Qanday bo'ladi bu? Qarang. Yilni boshiga ijara haqlarining eng kam stavkalari belgilanadi davlat tomonidan. Aytaylik, Samarqand shahri misoliga keltiradigan bo'lsak, masalan, Samarqand shahrida yilni boshiga 2026-yil boshiga 1 kvadrat metr noturar joy uchun 28400 so'm eng kam stavka deb turib belgilanadi. Lekin biz saylab qo'ygan deputatlarimiz ularni oshiruvchi va kamaytiruvchi koeffitsiyentga huquqi bo'lganligi uchun
ular bitta kengash qaror chiqaradi. Mana 2026-yil uchun mol mulkni ijaraga beruvchi jismoniy va yuridik shaxslar uchun belgilangan ijara to'lovlarining eng kam stavkalariga tuman va shaharlar bo'yicha qo'llaniladigan koeffitsiyentlar. Ishqilib o'sha bizani deputat, biza saylab qo'ygan deputatlarimiz boyaga davlat tomonidan yil boshiga belgilab qo'ygan eng kam stavka, shu Samarqand shahri misolida oldik hozir 1 kvadrat metr noturar joy uchun 28.400 so'm bo'lgan Samarqand shahridagi eng kam stavkani ular o'zgartirish huquqi borda deputatlarimizda. Deputatlarimiz o'sha yil boshiga yig'iladidagi mana 2026-yil uchun Samarqand shahri uchun 28.400 so'm belgilab qo'yibdi jar haqining eng kam stavkasi. Kelinglar bizda bitta qaror chiqaraylik degan, buni bir o'zgartiraylik degan ular qaror chiqaradi. Mana xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining shu qarori, sonli qaroriga belgilangan oshiruvchi stavkalar. Ular o'zi aslida 0.75 koeffitsiyentga tushiruvchi, o'sha 28.400 so'mni 0.75 koeffitsiyentga tushiruvchi hamda 2 koeffitsiyentgacha oshiruvchi ularga dostup bor. Ularga shunaqa imkoniyat berilgan qonun tomonidan. Ular kengashni chaqiradi degan deputatlar shuni mana 2026-yil mana shu sonli qaroriga nisbatan 1.17 koeffitsiyentga oshirib qo'yishgan bular yilning boshiga. Demak, yilning boshiga 28.400 so'm deb qaror chiqarilgan. Eng kam stavkasi, bazaviy stavkasi 28.400 so'm deb turib, 1 kvadrat metr noturar joy uchun 1 kvadrat metr noturar joy uchun Samarqand shahrida eng kam stavkasi 28.400 so'm bo'lsin deb chiqarilgan. Lekin bizning deputatlarimiz 1.17 koeffitsiyentni oshiruvchi koeffitsiyent bergan. Shuni ko'paytiramiz, mana 1.17 ga mana 33.228 so'mga aylanib qolgan. Xo'p, bu qarorlarni qayerdan topamiz deydigan bo'lsangiz, mana bu yerda Kengash Gov degan sayti borda o'zlarini bularni. Qarorlar degan bo'limiga kirsak, mana Kengash Gov degan sayti bo'lsa, mana shunaqa sayt chiqariladi. Kengash Gov o'z shu yerda mana qarorlar degan bo'limiga kirib, aytaylik Samarqand shahrini ko'rmoqchi bo'lsak, mana Samarqand viloyatini tanlaymiz va bu yerdan ijara deb yozadigan bo'lsak, ijara kelib chiqadi mana. Mana Samarqand viloyati 2026-yilda jismoniy shaxslarning mol mulk solig'i bo'yicha o'rnatilgan soliq stavkalariga kamaytiruvchi va oshiruvchi koeffitsiyentlarni, mol mulkni ijaraga beruvchi jismoniy va yuridik shaxslarning ijara to'lovining eng kam stavkalarining oshiruvchi koeffitsiyentlarini va hokazo mana bu sonli qaroriga nisbatan qarang, mana bu K25 mana K25 mana shu yerdan olganman-da men. Mana shu sonli shartnomasiga qaroriga asosan oshiruvchi koeffitsiyent belgilansin. O'sha davlat belgilab bergan 28.400 so'm Samarqand shahri uchun kamlik qiladi. Ular iqtisodiy rivojlanish, Samarqand shahrining iqtisodiy rivojlanishi juda ham zo'r. 28.400 so'm eng kam stavkasi biz uchun kamlik qiladi. Shuning uchun ham biz 1.17 koeffitsiyentga deputatlar kengashi qaror chiqardi, yana oshiramiz. Biz eng kam stavkani 33.228 so'mdan to'lashga qodirmiz degan bitta qaror chiqarishadi va shu bilan eng kam stavka mana bu 33.228 so'mga aylanib qoladi. Endi biz majburiy bo'lamiz, tadbirkorlar, o'sha ham jismoniy shaxs kim ijaraga beradigan bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrat metr noturar joyini Samarqand shahri uchun endi 28.400 so'mdan emas. Endi deputatlarning qaroriga binoan 33.228 so'mdan berishga eng kam stavkasi mana shu holatida qoladi endi. Xo'p, bizning deputatlarimiz shunaqangi koeffitsiyentlarni berishadi. Qarang, boshqa tumanlar uchun, masalan, noturar joy boshqa tumanlar uchun, Samarqand shahri uchun 28 ming bo'ladigan bo'lsa, aytaylik boshqa tumani bor. Samarqand viloyatining boshqa tumanlari bor. Toyloq tumani bor, Oqdaryo tumani bor, Payariq tumani bor. Kattaqo'rg'on tumani bor. Boshqa tumanlar uchun, masalan, aytaylik Toyloq tumani uchun 1.15 koeffitsiyentga. Ular kengash qilganki, deputatlar bitta kengash qilgan. Mana bizga yilni boshiga ijara haqqining eng kam stavkasi 11.800 so'm chiqargan ekan 1 kvadrat metr noturar joy uchun. Lekin bizning Toyloq tumanimiz yaxshi rivojlanyapti. Shuning uchun ham kelinglar, buni bizga berilgan o'sha 2 koeffitsiyentgacha oshirish huquqimiz bor deputatlarni. Shuni 1.15 koeffitsiyentga oshirib qo'yaylik deydi. Keyin mana 11.800 so'mni ko'paytiramiz 1.15 ga. 1.15 koeffitsiyentga oshirishadagi mana 13.570 so'mdan eng kam stavkasini mana shunaqangi holatga o'zgartirib qo'yishadi. Mana shunaqangi tarzda bizning deputatlarimiz yilni boshiga stavkalarni oshirib, mana bir xillarda oshirmagan ham mana Qo'shrabot tumani 11.800 so'm bo'ladigan bo'lsa, 11.800 so'm bir koeffitsiyent o'sha holatida qoldirishgandan keyin 11.800 so'm bo'lsa mayli, Qo'shrabot tumani uncha rivojlanmagan bo'lsa, o'sha 11.800 so'm holatida qolaversin, o'sha bazaviy stavka holatida. Mana bu bazaviy stavka holatida mana qarang,
bir kvadrat noturar joy uchun boshqa aholi punktlari 11.800 bo'lsa, bazaviy stavka deputatlarning qarorida ham o'sha bir koeffitsient o'zi holatigacha qoldirildi 11.800 so'm holatigacha qoldirilsin. Yana qaysi bor mana? Nurobod tumanida ham o'sha bir stavka to'liq o'zining holatida qoldirilgan. Qolgan barchasiga qaraydigan bo'lsangiz, hech qaysiga kamaytiruvchi koeffitsient bermagan. Hammasiga oshiruvchi koeffitsient bergan bular. Mana shunaqangi bizning deputatlarimizni shunaqangi o'zgartiruvchi koeffitsient berishga huquqlari bor ularning. Xo'p, mana shunaqangi qoidalar, o'sha asosiy qoidasi shulardan iborat. Birinchi qoidasi o'sha ijara shartnomasini ro'yxatdan o'tkazish kerak. Ijara shartnomasi nima ekanligini bilib oldik, o'sha ijara nima ekanligini bilib oldik. Ikkinchisi, o'sha ijara haqqidan daromad solig'i chiqishini bilib oldik. Faqat va faqat daromad solig'iga tortiladi, ijtimoiy soliqqa tortilmaydi, jamg'arib bordi, pensiya jamg'armasiga tortilmaydi. Shuni bilib oldik. Uchinchisiga, mana bunaqangi daromad solig'idan qochadigan rejachalar bo'lmasligi uchun 3-qoida amal qilgan. Ya'ni respublikamizda turar, noturar hamda avtomobil transportlari uchun eng kam minimal stavkalar belgilab qo'yilgan. O'sha eng kam minimal stavkadan kam hisoblasangiz, eng kam minimal stavka bo'yicha daromad solig'ini to'lab berasiz. 1000 so'm hisoblaysizmi, 1 tiyin hisoblaysizmi yoki umuman tekinga berasizmi? Lekin baribir o'sha eng kam stavka bo'yicha daromad solig'ini to'lab berasiz. Bu daromad solig'idan qochmasligi uchun. Bu faqat mana turar joy, noturar joy va avtomobil transportlari uchun amal qiladi. Boyaga paket ishlab chiqaradigan stanogimizga bu amal qilmaydi. Faqat mana shu uchalasiga amal qiladi. Qarang, grafikida ham mana shu 3 ta grafikka ham turar joy, noturar joy va avtomobil transportlari uchun bo'limlarga summalari, eng kam stavkalari yozib qo'yilgan. Menimcha tushuntira oldim ijara haqqini. Endi juda ham bu yerda ma'lumot ko'payib ketdi hozir sizlarga, shuning uchun ham bir nechta misolni sizlarga tushuntiraman, bir nechta misol bilan tushuntiraman, shu bilan video darslikni yakunlaymiz. Qarang. Keyin hozir Samarqand shahri misolida olamiz, qarang. 1 metr kvadrat uchun noturar binoning eng kam stavkasi Samarqand shahri uchun 33.228 so'm bo'ldi. O'zi aslida bazaviy stavka bo'yicha 28.400 so'm edi, mana noturar joy, Nukus shahri va viloyat markazlari bo'lgan shaharda. Demak, Samarqand shahri ham 28.400 so'mga amal qiladi. 1 kvadrat metr noturar joyini eng kam stavkasi 28.400 so'm edi. Shuni bizani Samarqand shahri deputatlari oshiruvchi koeffitsient qo'lladi degan 1.17 koeffitsient qo'llab turib, shuni 33.228 so'mga belgilab qo'ydi, oshirib qo'yishdi. Demak, endi biz Samarqand shahriga 1 kvadrat metr noturar joyini 33.228 so'mdan kamiga hisoblashimiz mumkin emas. Hisoblashimiz mumkin, hisoblaydigan bo'lsak, baribir 33.228 so'mni daromad solig'i to'lab beramiz. Endi birinchi misolni ko'rib chiqamiz, qarang. Masalan, Samarqand shahrida 100 metr kvadrat ofis binosini jismoniy shaxsdan, o'sha yuridik korxona, yangi tashkil topgan yuridik korxona, hali o'zining hech qanaqangi mulki yo'q, jismoniy shaxsdan 100 metr kvadrat ijaraga bino, ofis binosini oldi. Shaxsdan 2 million so'mga bir oyga ijaraga oldi. Demak, o'sha jismoniy shaxsdan bir oyga 2 million so'mga 100 metr kvadrat joyni, ofis binosini Samarqand shahridan oldi. Bu qanday bo'ladi? Daromad solig'i hisoblanishi, qarang, 2 million so'mdan mulkiy daromad bo'lganligi uchun daromad solig'iga tortiladi, bu jismoniy shaxs daromadi bo'lganligi uchun 2 million so'mdan 12% daromad solig'iga tortilib 240 ming so'mni tashkil qiladi. Demak, daromad solig'i o'sha 2 million so'mdan 240 ming so'mni daromad solig'ini ushlab qolib, soliq agenti sifatida, boyagi qoidani eslaylik, birinchi qoidamizdir. Mana. Daromad to'lovchi yuridik shaxs bo'lib, daromad oluvchi jismoniy shaxs bo'lganda daromad solig'i daromad oluvchi jismoniy shaxsdan ushlab qolinib, daromad to'lovchi tomonidan byudjetga to'lanadi. Mana jismoniy shaxs daromad oluvchi bo'lsa, yuridik shaxs daromad to'lovchi bo'ladigan bo'lsa, ichidan daromad solig'ini olib qolib turib, davlatga to'lab beradi degandik. Shu qoidani hozir ko'ramiz mana. Daromad solig'i hisoblanishi 2 million so'm jismoniy shaxsga daromad hisoblayapti o'sha korxona. Korxona hisoblayapti degan, o'sha 2 million so'mdan 240 ming so'm daromad solig'ini ushlab qolib, davlatga to'lab beryapti mana. Byudjetga to'lab berdi. Endi eng kam stavka bilan buni solishtiramiz. Qani bir-biriga mos keladi. 100 metr kvadratni ko'paytiramiz. 1 metr kvadrat noturar joy uchun eng kam stavkasi qaysi edi bizga? Bizga eng kam stavkasi 1 kvadrat metr uchun 33.228 so'mni tashkil qilardi. Endi 100 metr kvadratni ko'paytiramiz, 1 kvadratni summasiga, eng kam stavkasiga 33.228 so'mga ko'paytiramiz. Shunda 3.322.800 so'mni tashkil qiladi. Endi bir-biriga taqqoslaymiz. Taqqoslash farqi qarang. Eng kam stavka bo'yicha 100 metr kvadratni biz berishimiz kerak bo'lgan 3.322.800 so'mga berishimiz kerak edi, lekin biz 2 million so'mga
oldi, shu ijara qilib oldi 2 million so'mga. Shunda o'rtadagi farq 1,322,800 so'mni tashkil qilyapti. Qo'shimcha daromad solig'i hisoblanadi. Endi buni xo'p salgina chalg'idik. Xo'p, qo'shimcha daromad solig'i o'sha 1,322,800 so'm o'sha davlat belgilab qo'ygan eng kam stavkadan kam 2 million so'm hisoblaganimiz uchun, qarang, davlat belgilab qo'ygan stavka 3,322,800 so'm edi. Biz 2 million so'mga ijara shartnomasini tuzib qo'ydik. O'rtadagi 1,322,800 so'mda yana qo'shimchasiga 158,736 so'm yana davlatga daromad solig'ini to'lab berishimiz kerak bo'ladi. Birinchi misol shunday menimcha. Endi ikkinchi misolga o'tamiz, qarang. Masalan, 100 metr kvadrat sotuv binosi, 100 metr kvadrat sotuv binoni jismoniy shaxsdan 4 million so'mga bir oyga ijaraga olindi. Boya 2 millionga olingan bo'ladigan bo'lsak, endi Samarqand shahrida endi 4 million so'mga oldi, qarang. Daromad solig'i hisoblanishi qanday bo'ladi? 4 million so'mdan 12% daromad solig'i hisoblanadi. Chunki ijara haqqi tartibidagi daromadlar ham jismoniy shaxsning daromad solig'i tarkibiga kirganligi uchun daromad solig'iga tortiladi u. 4 million so'mdan 12% daromad solig'i bo'lsa 480 ming so'm tashkil qiladi. Eng kam stavka qanday edi? 100 metr kvadratni 33,228 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 3,322,800 so'm edi. Qarang. Ijara shartnomasi bo'yicha 4 million so'm, davlat belgilab qo'ygan eng kam stavka 3,322,800 so'm. O'rtadagi farq ancha. Biz 4 million so'm, o'sha davlat belgilab qo'ygan eng kam stavkadan yuqori hisoblaganmiz. Demak, 4 million so'mdan 12%, 480 ming so'm daromad solig'ini to'lab beramiz byudjetga. Bo'ldi. Taqqoslash farqi qarang. 3,322,800 eng kam stavkadan 4 million so'mni ayiradigan bo'lsak 0. Hech qanaqa qo'shimcha soliq chiqmaydi. Bundan oldingisiga soliq chiqqandi. Chunki o'rtada qarang. Davlat 3,322,800 so'mga jarayon tuzgan eng kam stavkada deganda, lekin biz 2 million so'mga tuzib qo'ygandik. O'rtadagi 1,322,800 so'mdan 158,736 so'm qo'shimcha daromad solig'i chiqqandi. Hozirgida 4 million so'm. 4 million so'm biz ijara shartnomani tuzganmiz. Davlat 3,322,800 so'mdan kamiga tuzmagan. 3,322 mingdan kamiga tuzadigan bo'lsa, qo'shimcha daromad solig'i chiqadi deb aytgan. Lekin biz 4 million so'mga ziyodroqga tuzganimiz uchun 480 ming so'mni daromad solig'i, 4 million so'mdan 480 ming so'm daromad solig'ini byudjetga to'lab beramiz, bo'ldi. Endi uchinchi misolni ko'rib chiqamiz, qarang. Masalan, 100 metr kvadrat ishlab chiqarish binoni jismoniy shaxsdan tekinga bir oyga ijaraga olindi. Endi shunaqangi bir saxiy jismoniy shaxs bor ekan, o'sha saxiy inson bor ekan, yoki da bunaqangi bo'ladi. Masalan, bir jismoniy shaxsni o'zining korxonasi bo'ladi, yuridik korxonasi bo'ladi, o'zining mol-mulki bo'ladi. Bir xil aytib qoladi-da, direktorlar, men o'zim ko'p uchrataman, direktorlar aytadi, nima uchun men o'zimning mol-mulkimni o'zimning korxonamga ijara shartnoma asosida berishim kerak ma'lum bir summaga deydi. Qarang, yuridik shaxs bitta alohida soliq to'lovchi, jismoniy shaxs bitta alohida soliq to'lovchi. Ikkalasi bir-biriga qarindoshlik aloqador joyi yo'q. Shuning uchun ham yangi tuzilgan o'sha yangi ochilgan yuridik shaxs tashkil qilingan korxona majbur bo'ladi bitta jismoniy shaxsdan ijaraga joy olishga. Mana bu holatda ham xuddi shunday. 100 metr kvadrat ishlab chiqarish binosini jismoniy shaxsdan tekinga ijaraga olgan. Ya'ni tekin, hech qanaqangi summa kerak emas. Ijara shartnomasida tekin qilib ko'rsatilgan. Lekin baribir daromad solig'i chiqadi o'sha tekin bo'lgan taqdirda ham. Nimaga? Chunki bizda eng kam stavka degan gapimiz bor, o'sha qoidamiz bor. Qarang, daromad solig'i hisoblanishi 100 metr kvadrat joyni tekinga olgan taqdirda ham eng kam stavkada, ya'ni 1 kvadrat metr 33,228 so'm. Boyagi deputatlar chiqargan qaror bordi-ku, aslida 28,400 so'm edi. Keyin bizlar deputatlarimiz oshiruvchi koeffitsient belgiladidagi 33,228 so'mga Samarqand shahri uchun 1 kvadrat metr noturar joyni belgilab qo'yishdi. Eng kam stavkasi shu deyishdi. Endi biz majbur bo'lamiz 100 metr kvadrat joyni 33,228 so'mga ko'paytiradigan bo'lsak, 3,322,800 so'mdan kamiga tuzishimiz mumkin emas. Agar kamiga tuzadigan bo'lsak yoki tekin tuzadigan bo'lsak ham baribir 3,322,800 so'mdan daromad solig'i to'lab berishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi misolimizda ham xuddi shunday. 100 metr kvadrat joyni jismoniy shaxs bilan o'rtadagi shartnomada tekin deb tuzilgan taqdirda ham qo'shimcha daromad solig'i chiqadi. 3,322,800 so'mni 12% daromad solig'iga ko'paytiradigan bo'lsak, 398,736 so'm davlatga baribir qo'shimcha daromad solig'ini to'lab berishimiz kerak bo'ladi. Boyagi jismoniy shaxsga hech qanaqangi teginilmaydi. Jismoniy shaxs chunki daromadini o'zi yo'q, chunki u tekinga beryapti. Korxona o'zining hissasidan qo'shimcha 398,736 so'm qo'shimcha daromad solig'ini davlatga to'lab beradi. Uchala misolni ham tushuntirdim. Endi sal tezroq gapirgan bo'lishi mumkin. Salgina qaytarib ko'rib olasizlar.
Uchala misol bo'yicha ham turli xil misollar bilan sizga tushuntirdim. Xo'p, hammasi joyida. Agar tushungan bo'lsalaringiz, buni tushundik. Lekin endi buni buxgalteriyadagi provodkalar qanday bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin sizlarga. Endi mana shu 3 ta misolni provodkalarini ko'rib chiqamiz, qarang. Birinchi provodkasi qanday bo'ladi? Birinchi masalada misolda qanday deyilganda, 100 metr kvadrat ofis binoni jismoniy shaxsdan 2 million so'mga bir oyga ijaraga olindi. Tushundik? Jismoniy shaxsdan 2 million so'mga bir oyga ijaraga 100 metr kvadrat joy bino olindi. Demak, ofis binosi bo'lganligi uchun 9420 o'sha davr xarajatlarining ichida ma'muriyat xarajatlari bor, 9420. O'sha ma'muriyat xarajati, o'sha bino qayerga ishlatilgan deyapti. Bu yerga ofis binosi deganligi uchun ham o'sha tranzit aktiv shot bo'lgan, o'sha xarajat shoti bo'lgan binomizni mana shu 9420 tranzit aktiv shotimizga xarajatini olib boramiz. 2 million so'mni. Mana ijara haqqi hisoblanishi 2 million so'm mana bunday bo'ladi. 9420 shotining debet tomonidan bilamizki, ijara haqqi xarajat, ijara haqqi bizda 6910 shotida yuritiladi. 6910 shoti bu majburiyat shotimiz. Majburiyat shoti o'sha ijara haqqining ko'payib ketishi kredit tomonda, majburiyat shotining kamayishi debet tomonda yuritiladi. Demak, ijara haqqini hisoblab qo'yyapmiz. Mana 9420 xarajatimizda debet tomoniga 6910 shoti o'sha majburiyatimiz. 6910 shoti masalan biz Dilshodbekdan ijaraga olgan bo'lsak, o'sha joyni yoki Hasanov Akramjondan ijaraga olgan bo'lsak, 6910 shoti mana bu yerga Akramjon deb analitika ochib olamizdagi 6910 Akramjon deb analitika ochib olib turib, majburiyat shotimizning kredit tomoniga Akramjondan o'zimizni qarzdor qilib qo'yamiz 2 million so'mga. 9420 shotining debet tomoniga o'sha 2 million so'm ijara haqqi xarajat qilganligimiz uchun xarajat shoti tranzit aktiv shot bo'lganligi uchun debet tomoniga ko'paytirib yozib qo'yamiz. Bo'ldi. Ijara haqqini hisoblab oldik. Bir shotning kreditiga, ikkinchi shotning debet tomoniga. Endi qoidasi bor edi. Biza 2 million so'mni to'g'ridan to'g'ri hammasini o'sha Akramjonga berib yuborishimiz kerak emas edi. Ichidan daromad solig'ini olib qolib, davlatga to'lab berishimiz kerak edi. Olib qolishimiz qanday bo'ladi? 6913 shotining debet tomonidan 240 ming so'mni chiqarib yuborib, 6410 o'sha daromad solig'i byudjetga to'lovlar degan shotimiz bor. 6410 shoti aynan shuning ichiga 186 har bitta soliqqa o'ziga alohida kod berilganda, 186 bu ijaradan olingan daromad solig'ining kodi hisoblanadi. Shu 6410 ning ichida analitikasida 186 ijaradan olingan daromad solig'i kodiga 240 ming so'mni qarzdor qilib qo'yamiz o'zimizda. Mana 6910 dan chiqib ketyapti, majburiyatimiz kamayyapti. Ikkinchi majburiyat shotimiz 6410 ham majburiyat shoti. Majburiyat shotimizga ikkinchisida 240 ming so'mlik majburiyatimiz oshib qolyapti. Endi bu bilan ish tugamadi. 2 million so'mdan 240 ming so'm daromad solig'ini hisoblab berdim davlatga deganingiz bilan ish tugamadi. Chunki bizda qo'shimcha daromad solig'i ham bor bu yerda. U qo'shimcha daromad solig'i qancha bo'ldi? Mana bu 2 million so'm. Davlat ijara shartnomani 3 million 322 ming 800 so'mdan kamiga tuzmagan. Agar tuzadigan bo'lsak 3 million 322 ming 800 so'mda daromad solig'i to'laysan deganda, biz lekin 2 million so'mga tuzib qo'ydik. O'rtadagi 1 million 322 ming 800 so'mdan endi daromad solig'i qancha chiqdi? 158 736 chiqdi. Endi mana shu 158 736 ni 9430 shotiga olib borishimiz kerak bo'ladi. Bu qanaqangi shot deydigan bo'lsangiz, qarang. 9430 shoti bu operatsion, boshqa operatsion xarajatlar shoti hisoblanadi. Nima uchun biz buni ma'muriyat xarajatlariga olib bormayapmiz deydigan bo'lsangiz, chunki mana bu qo'shimcha daromad solig'i bu ma'muriyat xarajati emas-da. Bu korxonaga qo'shimcha soliq to'lashga majbur bo'lyapti, ijarani kam ko'rsatib qo'yganligi uchun. Buni biz 9430 shoti, boshqa operatsion xarajatlar degan shotimiz bor. Bu ham xarajat shoti. Ana shu xarajat shotining debet tomoniga olib kelib yozamiz va mana shu soliqni to'lab berishimiz kerak bo'lganligi uchun 6410 shotining ichiga mana bu yerga yozib qo'yamiz. Kredit tomoniga 6410 shotining kredit tomoniga to'lab berishimiz kerak bo'lganligi uchun o'sha majburiyatni, o'sha soliqni to'lab berishimiz kerak bo'lganligi uchun, bu soliq qo'shimcha soliq bo'lganligi uchun ham mana shunday yozib qo'yamiz. Qarang, bu yerga 6910 aralashmayapti. Biz mana bu 9430 shotidan 158 ni yozib 6910 ga borib qo'ymayapmiz. Nima uchun? Chunki bu yerda hech qanaqangi ijarachi bilan aloqador operatsiya bo'lgani yo'q-da. Ijarachi bilan 2 millionga shartnoma qildik. 2 million so'mdan 240 ming so'm daromad solig'ini olib qoldik degan davlatga to'lab beryapmiz. Yana qo'shimcha o'zimizning kissamizdan boshqa operatsion xarajatlar shotiga olib borib qo'yib, yana qo'shimcha 158 so'm to'lab beryapmiz. Mana. Ijara haqqi hisobladik.
ijara haqqiga nisbatan daromad solig'ini ushlab qolib turib mana davlatga hisobladik va qo'shimcha yana o'zimizning kistamizdan 158.736 so'm hisobladik daromad solig'i. Demak, provodkasi mana shunaqangi tarzda bo'ladi. Endi ikkinchisiga kelamiz, ikkinchi misolimizga. 100 metr kvadrat sotuv binosini, demak sotuv binosi deyapti bu yerga. Sotuv binosi bu 94.13 da yuritiladi, ya'ni sotuv xarajatlarida yuritiladi. Sotuv binosini jismoniy shaxsdan 4 million so'mga bir oyga ijaraga olindi. Demak, bu qanday bo'ladi? Sotuv binosiga xarajat, ijara haq xarajatlarini olib boramiz, shu 4 million so'mni. Mana bunday bo'ladi. 94.13 debetlanadi, 69.13 kreditlanadi 4 million so'mga. Endi boyagi Akramjon, buni ham Akramjon deydigan bo'lsak, Akramjonni olganmiz deydigan bo'lsak, mana Akramjondan olganmiz deydigan bo'lsak, bu binoni ham Akramjondan olgan bo'lsak, o'sha 4 million so'mni hammasini Akramjonning qo'liga berib yubormaymiz. Undan daromad solig'ini ushlab qolishimiz kerak. 4 million so'mdan 480 ming so'm daromad solig'ini ushlab qolamiz bu yerda. Va 64.13 ga olib borib qo'yamiz. Endi qanday provodka sodir bo'ldi mana? Ijara haqqi hisobladik. Akramjonga ijara haqqi hisoblab turib, o'zimizni majburiyatimizni oshirib turib, Akramjondan 4 million so'm qarzni paydo qilib qo'ydik. Va shu bilan birga tranzit aktiv shyotimizda debet tomoniga xarajatimizni ham inobatga oldik. Endi boyagi 4 million so'mni hammasini to'lab bermaymiz. 4 million so'mdan 480 ming so'mini daromad solig'i uchun olib qoldik. Shu daromad solig'ini soliq agent sifatida olib qoldik 480 ming so'mini. Demak, qarang. Endi oborotlarini chiqaradigan bo'lsak, 4 million so'm bu yerda. Mana bu yerga 4 million so'm yozamiz. Mana bu yerga 480 ming so'm yoziladi endi qarang. 4 million so'mdan 480 ming so'mni ayiradigan bo'lsak, 3 million 520 ming so'mini mana bu yerga 3 million 520 ming so'm qoladi. 3 million 520 ming. Mana shu summa 3 million 520 ming so'mini aytaylik, biz qaysi shotdan to'lab beramiz? 50 shotdan to'lab beradigan bo'lsak, naqd to'lab beradigan bo'lsak, ijara haqqini mana bunday o'tadidan shu bilan Akramjon bilan oldi berdimiz yopilib ketadi. Ikkinchi misolni ham tushuntirdim. Endi uchinchi misol. 100 metr kvadrat ishlab chiqarish binoni jismoniy shaxsdan tekinga bir oyga ijaraga olindi. Endi buni provodkasi qanday bo'ladi? Ishlab chiqarish binosi deyilyapti. Demak, bu 20/10 ishlab chiqarish xarajatlarida bo'ladi. Endi yana bir bu yerga misol tug'ilyapti, ya'ni savol tug'iladi. Ishlab chiqarish binosini jismoniy shaxsdan tekinga olingan bo'lsa qanaqangi provodka bo'ladi deydigan bo'lsak, qarang. Undan faqat va faqat qo'shimcha hisoblangan daromad solig'i chiqadi. Ya'ni bu yerda endi mana bunaqangi xarajat shotlari ishlatilmaydi. Chunki bu yerga Akramjonga to'lanadigan ijara haqqini o'zi yo'q. Chunki tekinga berdi bizga. Biz faqat o'sha qo'shimcha hisoblangan daromad solig'ini to'lab qo'yamizdagi bo'ldi. Xarajatni inobatga olamiz. Endi bu yerda qancha chiqyapti? Qo'shimcha hisoblangan daromad solig'i o'sha 100 metr kvadrat uchun eng kam stavka davlat o'sha deputatlar kengashida tasdiqlangan eng kam stavka 33.228 ga ko'paytirilyapti. 3.322.800 so'm bo'lyapti. O'shandan daromad solig'i 12% ga tortadigan bo'lsak, 398.736 so'mni tashkil qilyapti. Mana shu 398.736 so'mni davlat soliq qo'mitasiga to'lab beramiz. Ijarani tekinga olganimizda bo'ldi. Hech qanaqangi muammo bo'lmaydi shu bilan. 94.34 da 398.736 ni yozamiz. Mana bu yerga mana xarajatni inobatga olyapmiz. Chunki mana shu qo'shimcha daromad solig'i ham korxona uchun xarajatda. Buni qayergadir aks ettirish kerak. Shunda bizga boshqa operatsion xarajatlar degan shotimiz bor. Mana shu boshqa operatsion xarajatlar shotining debet tomoniga 398.736 so'm daromad solig'i, qo'shimcha hisoblangan daromad solig'ini yozamiz. 64.13 da o'sha daromad solig'ini to'lab berishimiz kerakligi uchun majburiyat shotidan o'zimiz majburiyatimizni yozib qo'yamiz mana. Biz qo'shimcha hisoblangan daromad solig'ini hisoblab oldik mana. Bu yerda hech qanaqangi 69.13 aralashmayapti, chunki tekin berilgan bizga mol-mulk. Bu yerda 69.13 kerak emas. Bizga faqat daromad solig'ini to'lab bersak bo'ldi. O'sha eng kam stavkadagi daromad solig'ini to'lab bersak bo'ldi. 64.13 dan o'sha 398.736 so'mga o'zimizni qarzdor qilib turib, korxonani hisob raqamidan o'sha 51.13 dan to'lab beradi. O'sha 398.736 so'mni mana bunday to'lab beradi. 51.13 ni kreditidan 64.13 ni debet tomoniga to'lab beradi. Qarzi qolmaydi solig'idan, shu bilan muammosi hal. Provodkalar mana shunaqangi tarzda bo'ladi. Provodkani tushunmaydigan bo'lsangiz, yana bir boshdan bir ko'radigan bo'lsangiz, to'liq tushunib olasiz. Mana men sizlarga o'sha ijara haqqi bo'yicha to'liq ma'lumotni berdim. Shu bilan endi ijara haqqiga endi soliq degan darslarimiz, o'sha soliq darslariga kelamiz. Hozircha ijarani shu bilan tugatdik darslarini. Mana shunaqangi tarzda ma'lumotlar bor.
asosiy e'tibor berishingiz kerak bo'ladigan narsa o'zi 4 tagami 5 taga narsa bor. Birinchisi, jismoniy shaxs bilan jismoniy shaxs o'rtasidagi qanaqandir munosabatda bo'ladigan bo'lsa, o'sha 4 xil daromad tipi bo'yicha mehnat haqi tarzidagi daromad, mulkiy daromad, moddiy naf tarzidagi va boshqa daromad bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi jismoniy shaxs o'rtadagi bo'ladigan bo'lsa, daromad oluvchining o'zi to'laydi solig'ini. Agarda yuridik shaxs daromad to'lovchi bo'lib, jismoniy shaxs daromad oluvchi bo'ladigan bo'lsa, yuridik shaxs daromad to'lovchi sifatida, soliq agenti sifatida daromad oluvchidan daromad solig'ini olib qolib, davlatga to'lab beradi. Shu narsani bilib olish kerak. Keyingisi, o'sha ijara shartnomasini ro'yxatdan o'tkazish, o'sha mulkiy daromadlar o'sha ijtimoiy soliqqa tortilmasligini bilib olishimiz kerak. Faqat va faqat 12% daromad solig'iga tortiladi, boshqa hech qanaqangi soliqqa tortilmaydi. Shuni bilib olishimiz kerak. Keyin mana bu eng kam stavkani bilib olishimiz kerak. Eng kam stavka o'sha noturar joylar, turar joylar va avtomobil vositalari, avtomobil transportlari eng kam stavkalari mavjud. Har yilning boshida eng kam stavkalari belgilanadi davlat tomonidan. Keyin unga bizlarni o'sha deputatlarimiz endi biron ish qilish kerak ular. Deputatlarimiz bitta qaror chiqaradidagi ularni yo oshiradi yo kamaytiruvchi stavkalarni belgilaydi, koeffitsiyentlarni belgilaydi. Shu bilan mana shu stavkalardan kelib chiqqan holatda biz o'sha ijara haqqi hisoblayotganimizda mana shu stavkalardan kelib chiqqan holatda o'z ishimizni yuritamiz. Agarda o'sha eng kam stavkadan ziyod qiladigan bo'lsak, o'sha ziyodrog'idan daromad solig'i to'laymiz. Agar eng kam stavkadan pastroq ijara haqqi hisoblaydigan bo'lsak, eng kam stavkadan daromad solig'i to'laymiz. Hattoki tekin berilgan taqdirda ham eng kam stavkadan daromad solig'ini, qo'shimcha daromad solig'ini korxona to'lab berishi kerak bo'ladi. Mana bu yerga men provodkalarini tushuntirdim. O'zingiz ko'rib olasizlar. Shu bilan video darslikni yakunlaymiz.